Ko'pchilik so'ragan havoli hamda remelli dori apparatlarimizdan Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib keldi. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan yoritib beramiz akalar. Hozir robitadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib keladigan obunachilarimizga albatta aytiladigan narxlarda chegirmalarni qilib beramiz. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan dori apparatimiz akalar havoli variantda. Ko'pchilik so'rab turgan edi, bu partiyadan yo'q edi, yana повторga yetib keldi. 10 litrli variantda bo'ladi. Xo'p, ko'rib turgan dori apparatlaring O'zbekiston mahsuloti emas, 100% Xitoy mahsuloti akalar. Havo orqali purka beradi bemalol. Ekinlarga, daraxtlarga dori sepish uchun mo'ljallangan. Bemalol olib turib, yelkalaringga olib turib foydalansanglar ham bo'laveradi. Bu karcherli dori apparatlarga nisbatan benzin rasxoti ham kam bo'ladi, hamda dori quyib ishlatadigan bo'lsangiz, dori rasxoti ham kam bo'ladi, chunki buni havo bilan puda bergani uchun akalar. Endi motorlariga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, motorlari o'sha katta original motordan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. 1 yil motor qismiga garantiya beramiz akalar. Xo'p, bu tomoniga dorisini solasizlar, bemalol shlanka orqali olib kelib havo bilan puda beradi akalar. Benzin orqali ishlaydi, benziniga avtor aralashtirib ishlatiladigan variantidan. Xo'p, sifati juda ham zo'r, komplektda hamma narsalarni komplekt qilib qo'shib beramiz akalar. Svichali variantidan 1 yildan garantiyasi bor aytganimda. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1,50,000 so'm. Obunachimiz, kanalimiz nomidan keladigan bo'lsalar, narxlarni albatta chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyat, Marg'ilon soliq to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Endi ukamizga remelli variantidan ko'rsatgin degan akalarimizga, bu ham dori sepadigan apparatimiz. Xohlasanglar dori sepadigan qilib, xohlasanglar karcher qilib turib ham bemalol foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Motori 170 motor, remel orqali ishlaydi. Pompalar original pompadan. Bu karcherda 1 tonnali, 2 tonnali yoki 500 kiloli bochka qilib turib, bemalol solib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Aravaga montaj qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Komplektida akalar 30 metr, 40 metr original shlankalari, so'ruvchi shlanglari hamda o'zini pistolet, bunaqa naborlari komplekt holatda o'zidan chiqadi. Soatiga 800 grammdan benzin rasxoti qilib beradi. Bular 200 grammdan benzin rasxoti qilib beradi. Sifati zo'ridan bu ham akalar 1 yildan garantiyalarni beramiz. Bu motoriga 7,5 talik yozgan yoki 7,5 ta bo'lmaydi. 7 ot kuchli modelda bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, katta assortimentda bor. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2,800,000 so'm obunachilarimiz uchun, kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimiz uchun albatta chegirmalarni qilib beramiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Tepa tomonda karcherli variantidan so'raganlarga 650,000 so'mdan 950,000 so'mgacha karcherli modellari ham bor. Buni motoriga ham, pompasiga ham akalar yog' quyib ishlatiladi, keyin toza benzin qilinadi. Benziniga yog' aralashtirilmaydigan variantidan ikkita shlankani ulasalaring ham bemalol napor yetkazib beradi, chunki davlenalari juda ham baland qilib ishlangan bo'ladi. Kimga shunaqangi karcher apparatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib bolansizlar, chiroyli qilib dastavkalar bilan yetkazib qo'yib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyatining to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Aloqaga chiqib bo'laverasizlar.